Men hozir kursga darsga keldim. Dars boshlanishidan oldin obed qilib olamiz. Zavtrak obed qilmaganman. Bu yerda kollektivim Malika, Gulbahor opalar bilan birga ishlaymiz. Mana bu yerda soni osh etishibdi. Ko'ramiz men osh qancha yolayman. Eng operatsiyadan keyin yeyish qiyin bo'ladigan ovqat bu osh. Ozgina yeymiz. Yeyotganda o'sha ozgina olib yeyman. Oldim qoshig'imni to'ldirib yurdim erkaklarga o'xshab. Qo'l ichmayman. Soatga men boraman. Sizga soatga beraman. Kunlikda soatga qo'yganman. Talablaringizga binoan. Urushib tashamayman. Urushib tashadan aniq. Men shu yo'lda bushtinday suv topolmay qoldim. Mana yopiq. Shu anode. Sizni kunlaringizdan anaqa kelmayaptimi? Plastmasda maza kelmayaptimi suvidan? Xuddi berilmaganda osh. Voy, to'ydingizmi? Sonamdan birinchi marta ovqatlanayapti operatsiyadan keyin. Shu uchun kimdir oshqozon kestirmoqchi bo'lsa, to'yib osh yeb olinglar. Shu bilan keyin oshni mazza qilib yeysizlar. Menga eng katta, afsuslanasizmi operatsiya qildirganingizdan deyishadi. Shu osh sog'inaman. Mazza qilib osh yeyman.